سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. Bu telefon chiqdi-yu, haqiqatda toshni tagidagi ilon qimirladi. Birov muhtoj bo'lib yotibdi, bemor. Yuragim ushlab qoldi desa, 4 ta odam syomka qilyapti-da ustida. Uni doktor chaqirish, umuman qanaqa joni chiqargan, shuni tarqatish kerak kimgadir. Bu yomon bo'lyapti bu narsalar. Voy, bizning millatimizga yarasha emas. Farzandlarimizni bir telefonni tiklab qo'yaylik. Nima olib beryapmiz, nima kiydi? Bu tarbiya bo'lmaydi. Bu tarbiya emas. Yaltiroq narsalarni olib berib, ichida butun dinini, uni jasadini, aqlini buzadigan, iymonini tajovuz qiladigan. Siz suhbatlashasiz, ko'zi sizda, hayoli sizda emas. Nimaga? Bu tashqaridan kelayotgan buzg'unchiliklar farzandlarimizni zaharlayapti. Saqlab qolaylik. Bugun ham imkoniyat bor. Bugun ham sharoit bor. Istig'for qachon qabul? Agar biz istig'forning ortidagi ishlarga amal qiladigan bo'lsak. Biz alohida duo, alohida ibodatlar emas, mana shu 5 vaqt namozimizni mahkam o'qib, har kuni har bitta namozdan keyin 100 tadan 500 ta istig'for aytib qo'yishga yaramaymizmi? O'zimiz shariatga muvofiq sobit yurib, Alloh qaytarganidan qaytib, Alloh buyurganiga amal qilsak, inshaalloh dunyoyimiz ham obod, oxiratimiz ham obod. Har qanaqa mushkullar, farzand ko'rmoqchimi, ishini muvaffaqiyatimi, bog'ini rivojimi, o'zida qalbida yumshash bo'lmayaptimi? Faqat istig'for til bilan aytish bilan bo'lmaydi. Til aytishligi, qalb uni tasdiqlab turishligi. 500 ta domla aytdilar, 500 ta da foyda bo'lar ekan emas. Voy, baraka topgur. 10 ta ayting, qalbdan yonib, bir Allohga berilib, yuragingizdan o'tgan gunohlaringizni mag'firatini so'rab, endi uni astag'firullah 10 marta astoydil aytildimi? Bo'ldi, u endi Xudoning huzurida qabul bo'lganligi, bo'lmaganligi o'zingizga bilinadi. Ko'chada endi ko'zingiz o'ynamaydi. Oyog'ingiz nojo'ya yo'lga yurmaydi. Qo'lingiz birovning xiyonatiga yurmaydi. Nimaga? Uni istig'fori qabul, uni namozi qabul. Namoz qabul bo'lsa, u telefoniga har xil narsalarni olmaydi, birovlarni qo'rqitadigan, yurak odamni so'yadigan odamlarni qo'yapti odamlar. Bir odamni so'yapti, kulib, ustida kulib turib tomosha qilib, bir odam avariya bo'lyapti, ustida kulib turib. Bu qaysi diyonatga, qaysi millatga, qaysi mentalitetga to'g'ri keladi? Mana bu narsalar bugun hammamiz uchun bu jumada omonat. Farzandlarimizga yetkazaylik, ahliyalarimizga yetkazaylik. Bu choy ichganda ham, ovqat yeganda ham telefon o'ynayversa, bu tagida bu har balolarni chiqarmayapti, bu tashqaridan kelib. Bu tashqaridagi bu dushmanlar bizni farzandlarimizni qalbini sotib olmoqchi. Ularni aqlini sotib olmoqchi. Ularni zakovatini sotib olmoqchi. Jasadini keragi yo'q. U navbat bilan jasadini sotadiganlar turibdi, buyrak, jigarni sotadiganlar navbatda turibdi. U aqlini, qalbini, miyasini egallagandan keyin biz go'yoki molli qo'yib boqib beramiz, u qassob kelib, aka juda zo'r boqibsizlar, kelishaylik deb tullas kalom qo'lingizni siqib, oxiri u baraka topadigan bir yo narsa olasiz yoki bir bilmasdan rozi bo'lasiz, olib ketib mazasini qassob qilgandek. Bizni ham bugun farzandlarimizni ana shunday bir aqlini buzayotgan, hayotini buzayotgan, hayosini buzayotgan, bizga kelayotgan bu holatlar nikoh kuni, birinchi kundan nikoh kunida mana qoraga 3 oy bo'ldi, 4 oy bo'ldi, nima qilsam bo'ladi, ha? Har kuni kuyov bola o'zini erkaklik bir shijoati yo'q. Ba'zi bir o't o'lanlar bir narsalarni ichib bir narsa qilib yuribdi, kasal. Endi ertaga nima bo'ladi? Hali uylanmagan, endigina uylangan, oila qurgan, farzand ko'rmagan. Sababi konfetni ham qog'oz bilan o'rab qo'ygan bo'lsa, qanaqa ekan? Voy, bir ajoyib, bir yaxshi ochiq bo'lsa, bu ochiq ekan-da deyiladi-da.
Bu ochiq narsa ekan. Hayo bekorga buyurmadi shariatda. Alloh Qur'onda ko'zingizni yuming demadi. Bekorga ro'mol o'rashni buyurmadi. Bekorga iffatni buyurmadi. Bekorga masturalikni buyurmadi. Bizning qadriyatlarimizda momolarimiz qanday bo'lishgan? Mana bu narsalarni Alloh taboraka va taolo tavfiqini hammalarimizga muvaffaq aylasin.